Hurmatli obunachilarimiz, assalomu alaykum. 31 mart 2026-yil sizlarga bu videomizda Pulog'at avtomarketda turgan Cobalt'larning narxlari bilan bir qator tanishtirib ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli yurtdoshlar, manzilimiz Bag'at Center, Bag'atning Gaysining yonboshi. Men mana shu yerga mashinalarimizdan naqd pul avtokredit avtopartiya asosida xarid etib ketsangiz bo'ladi. Agar bu videoni mashina olacak insonlar emas, mashina sotchaklar ko'rgan bo'lsa, ya qarindoshlaringizmi, birov sotchak bo'lgan bo'lsa, video ostida nomerlar turibdi. Shu nomerlar bilan bog'lanib, mashinalaringizni Bag'at avtomarketda aytkalinglar. Nechta mashinamiz bor? Farq yo'q. Ko'ramiz, gaplashamiz. Kelishib olsak, o'zlarimiz naqd pula sotib olamiz. Kelishmaydigan bo'lsak, mashinalaringizni shunday qo'yib berasizlar. Kabinan tenda turadi, ishonchli joyda. Vani bani 3 kun, 4 kun ichida sotib, naqd pulni qo'llaringizga beramiz. Xo'p, esa hurmatli obunachilarimiz, birinchi Cobalt'imiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan Zeus rang mexanik Cobalt bo'ladi. 40 ming kilometr yurib turibdi mashinamizni. Metan gazlari bor. 4 dona paket bo'sh bo'lgan o'rnatilgan. Aytib o'tdim, 40 ming yurgan, klaplanma kulish deymagan. Salon sostavlari ham chotki holatda. Metallar ham pokoleniya. Do'stlar, kirchik sirg'an, tosh bo'shatgan yeri yo'q. Bir dona krelna kraskasi bor. Bahosi 125 million so'm ishtir bo'lsa beramiz. Avtokredit palaman desangizda 19 million boshlang'ich to'lov bilan chiqadi. Plus оформленияsi отдельный oylik to'lovi 3 million 400 ming so'mdan 5 yil chiqadi. Xo'p, bu Cobalt'imiz ketdi. Keyingisi mexanika. Bu mashinani sotib berar ekan 2023-yil. Mashina 24 ming kilometr yurgan, krasyari absolut 100% родной, texpasport 23, kuzovlari 24 bo'ladi. Shuning uchun bu mashinamizda ABS bor. Ko'pchilik 23 da ABS bo'lmaydi-ku, bunda bor do'stlar. Metan gaz o'rnatilgan. 4 dona yumshoq balon taqilgan. Salon sostavlarini ko'rsangiz bo'ladi. Akkuratni yurgani 24.171 kilometr yuribdi. Tayyor mashina mexanikani yil tozasidan kemirgandan qidirg'anligi uchun bahosi 148 million so'm ustida kelishlar. Avtokredit palaman desangizda 40 million so'mdan ziyodroq pul bilan chiqadi do'stlar. Xo'p, bu Cobalt ketdi. Keyingi mashinamiz Cobalt avtomat 2022-yil. 115 million so'm. 22-yil cho'qa svet, metan gazi bor, paket yumshoq balon taqilgan. Salon holatlarini ko'rsangiz bo'ladi. Akkuratni yurgani 34.506 kilometr yurgan. Bemalol kelib ko'rib tekshirtirib olasizlar. Bir dona krelna kraskasi bor. Bahosi 115 million so'm. Klaplanma kulish demagan, sostavlari zo'r. Bu mashinamizni yana bir zo'r joyi, bir dona pasportni kelib avtokreditda chiqarib ketsangiz bo'ladi. Umuman pul talab etilmaydi sizlardan. Hamma rasot o'zlarimizdan nomerni beramiz, oformlashni beramiz. Oddiy kredit chiqsa bo'ldi. Oylik to'lovi 4 million 400 dan 5 yil chiqadi. Xo'p, keyingi Cobalt 2024-yil. Mashina bor yo'qi 22 ming kilometr yurgan, kraskasi родной, eldarka buferlarni deydi, metani bor. 4 dona qilgan. Salon sostavlasini ko'rsangiz bo'ladi. Yurgani 22.852 kilometr yurib turibdi. Bu mashinamizning bahosini 142 million so'm aytib beramiz. 24 million bilan avtokreditga chiqadi. Oylik to'lovi 3 million 700 dan 5 yil. 24 dan tashqari plus оформлениясini отдельный pul kelasizlar. Xo'p, shunda bir savol tug'ilishi mumkin. Bilmaydiganlar bordir, shuncha aytaman. Оформлениyaga necha so'm yetadi? Nomeringiz 5 million so'mdan ziyod turadi. Hozirgi kunda 5 million nechadir so'm, 5 million 300 mingmi shunday turadi. Оформление 1 million 800 ming so'm turadi. Taxka qo'yishi bor. Shular bilan общий 8 million so'mdan ziyod pul ketadi do'stlar. Xo'p, keyingi mashinamiz 2025-yil. 17 ming kilometr yurgan. Родной kraskada, propan, yumshoq balon, shumkalar, ishlari taxlangan. Hozir ko'rsaman. Bahosini qaranglar, 140 million so'm. Yana do'stlar, sizlarga baho. Monitor, G-class deflektor, aquaprint, 17 ming kilometr yurgan, rollara cruise control o'rnatilgan. Shumkasi bor, 140 million so'm.
27 milyon bilan avtokreditga chiqarib beramiz. Оформлениеңiz отдельный elektron 3 milyon 900 dan 5 yil. Xo'p, navbatdagi mashinamiz 2025 yil Cobalt avtomat 35 ming kilometr yurgan rodnoy kraskada buferlanadigan metana va yumshoq ballonlatilgan salon holatlari. Bu mashinamizning bahosini sizlarga 143 milyon so'm pulga qo'yib beramiz. Xo'p, keyingi Cobalt mexanika 2021 yil 48 ming kilometr yurgan kraskasi rodnoy LW sovkalar almashtirilgan mashinamizning rangi cho'ka svetda bo'ladi. Metan gazi bor, yumshoq ballon o'rnatilgan avtomat korobka Cobaltning diskalari bilan birga. Xo'p, salon holatlari. Chexol poliklari gizilgan. Salonlar akkuratniy, bahosi 115 milyon so'm. 19 milyon bilan avtokreditga chiqadi. Elektrovi 3 milyondan 5 yilga chiqadi. Xo'p, keyingi Cobalt ham mexanika 2020 yil GK2 svetda mashinamiz 42 ming yurgan. Kraskasi toza, metani bor, yumshoq ballon o'rnatilgan 4 dona avtomat korobka diskalari bilan birga. Xo'p, monitor, klapanlar kulch deymagan mashinamizning bahosi 118 milyon shtrosa beramiz. 30 milyon bilan avtokreditga chiqadi. Elektrovi 3 milyon 200 dan 4 yilga chiqadi. Xo'p, keyingi Cobaltimiz 2024 yil 60 ming kilometr yurgan avtomat Cobalt. Rodnoy metani bor, yumshoq ballonda qilgan, LW sovka qaraytirilgan. Elden sonsuzlaşda, yan başına tonirovka qurilgan, rashinasi bor. Salon holatlarini ko'rsangiz bo'ladi. 69 ming. Malibuki rol, Malibuki bar, monitor, torpeda chexol, patolklar Equinox zavoddan tutilgan, mo'shnisidan chexollar gizilgan, oyoqligina polik, laminatsiya ishlari. Xullas, mashina mehr berilgan. Zadniy kamera, ultra stop fara, adashdim do'stlar, pisok stop fara. Xo'p, bahosi 148 milyon, 31 milyon bilan avtokreditga chiqarib beramiz. Оформлениеңiz отдельный elektrovi 3 milyon 700 dan 5 yilga. Xo'p, navbatdagi mashinamiz 2025 yil Midnight Cobalt. Mashina 3000 yurgan, birinchi nomer, metan, yumshoq ballon, tonirovka ruxsatnomasi bor. Bahosi ham zo'r bahoda bo'ladi. Salonlar ham döşab turibdi. Bu mashinamizning bahosini sizlarga 150 milyon so'm naqd olsa beramiz. 26 milyon bilan avtokreditga chiqadi. Elektrovi 4 milyondan 5 yilga. Xo'p. Keyingi mashinamiz ham Cobalt 2025 yil avtomat korobka style varianti. Mashina 3000 yurgan. Birinchi nomeri bor, tonirovka rashinasi 1 yil. Mashinamizda bor, oyoqligina polik qo'yilgan. Kuyunkarim hali shilinmagan emasda. O'zimga turibdi. Bu mashinamizning bahosi 146 milyon so'm. Xo'p, keyingisi 24 yil Cobalt avtomat 35 ming yurgan, rodnoy metani yumshoq ballonni qo'yilgan. Bu mashinamizning bahosi do'stlar 135 milyon so'm bo'lsa beramiz. Keyingisi 25 yil avtomat Cobalt style variant. Mashinamiz 900 kilometr yurgan, birinchi nomeri bor. Bahosi 150 milyon so'm. Xo'p. Navbatdagi mashinamiz Cobalt avtomat 23 yil. Mashinamiz metan gazi, yumshoq ballon o'rnatilgan, tonirovka rashinasi bor. Yurgan 62 ming, salon holatlari ham akkuratniy. Mashinamizning bahosi 125 milyon so'm. 1,5 so'm kelishamiz. Avtokreditda bir pasportga kelsa chiqarib beramiz. Bu mashinani sotdik do'stlar, xudo xolasa, buni birinchi narxini aytib berishimiz kerak. Xullas, hurmatli obunachilarimiz, bu marketdagi Cobaltlarning narxlari bilan tanishtirdik. Qaysidir bir sizlarga qiziq bo'lsa, bemalol bizlarga murojaat etsangiz bo'ladi.